Bunday kubik bulyonlarni bilmaydigan odam bo'lmasa kerak. Ovqat ta'miga yana ham qo'shimcha ta'm beradigan va qo'shimcha zararli moddalar bo'lgan do'kondagi bulyonlardan xalos bo'lib, endi uy sharoitida tayyorlab ko'ramiz. Qozonimizga yog'ni solib, piyoz va tovuq go'shtini shunaqangi qovurishni boshlaymiz. Ustidan maydalangan chesnok va ikkita sabzi va kabachki seldirlarni ham solib, yaxshilab qovurishni boshlaymiz. Ustidan tabga ko'ra tuz va murchni ham qo'shib oldim. Bir kosacha suvni solib, yarim soatga dimlab qo'yamiz. Qarabsizki, yumshoq bo'lib pishib, suvi ham kamayadi. Endi massamiz ustiga kurkumani solib, yumshoq qilib blender qilib olamiz. Massamiz xuddi shunaqa blankamizni eslatadigan ko'rinishga keldi. Endi biroz sovigach, xohlagan konteyneringizga yoki shunaqangi setka salafalarga sovolib, tekislab olamiz. Xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib, juda ham ishlatishga qulay va oson qilib, morozinlikka qo'yib qo'yamiz. Bir pasda qotadi va to'rtburchak shaklini berib, idishlarimizga olib qo'yamiz. Asosiysi ortiqcha moddalarsiz foydali uy sharoitida tayyorlanadigan va ovqatlarimizni yana ham shirin qilib beradi. Like bosib, yaqinlaringizga yorib qo'yishni unutmang.